Assalomu alaykum barcha o'rnashlarimizga 16 avgust sanasida navbatdagi videolarimiz labolardan bo'ladi. Firdavs akamiz labo olib chiqibdilar salondan qanaqadir labo qanchadan ma'lumot beraman dedilar. Assalomu alaykum. Qabuljon yaxshimiz, charchamasmi? O'quvchilar bittadan layklayinglar. Birinchilardan biri yangiliklar ko'rasiz, yangiliklar ko'payapti. Kundan kunga yangisi va bombasi faqat bizda, Firdavs aka. Xudoga shukr bo'lyapti aslida. Ekranlar ostida telefon raqamlari bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, labo olmoqchimisiz, salondanmi, yurganmi, avtokreditga, naqdga, rassrochkaga farqi yo'q. Ekranlar ostidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Firdavs akamiz to'liq ma'lumot beradilar. Firdavs aka, labolarda o'zi qanaqa variantlarda olib ketsa bo'layapti? Labolarimiz pashka labolarni 97 million so'm naqd pul to'lab bir kunga ajrab ketishlari mumkin. Rassrochkaga 2-3 kun kutadilar. Agar avtokredit olaman desalar, boshlang'ich to'lov eng kami 25% ni beradilar. 12 oydan 60 oygacha avtokreditga ham chiqarib beramiz. 1 yilga qolgan qarzlarga nisbatan 8 million qo'shiladi. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilib kelaverasizlar. Rassrochkaga 25% to'ladilar. Masalan uchun 12 oyga bo'ladi. Unga 15% dan boshlab 25% to'lasalar ham 12 oydan 60 oygacha qilib beramiz. Tushunarli. Bo'lmasa telefon qilsalar, qanaqa variantlari kerak, shunaqa variantda qilib beramiz. Bozordan yurgan, mana shunaqa yurmaganlarni qanchadan olib ketsa bo'ladi? Bu mana 2025-yilga ishlab chiqarilgan. Tayyorlari bor, 7500 qilib beramiz. Avtokredit ahkam qilib beramiz. Farqi yo'q. Yurgan mashinalar bo'lsa ham hisoblab berib, 2020 dan tepa mashina Damas'ni labo bo'lsalar ham naqd pulga sotib ham olamiz. Yo almashtirish ham beramiz, farqi yo'q. Bo'ldi. Faqat telefon qilishsan bo'ldi, Bo'ldi. Farqi yo'q, masalani hal qilamiz. Bo'ldi. Aloqaga chiqamiz siz bilan. Navbatdagi labomiz do'stlar 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kuzovlari 26. Pachka bez probegmi aka qancha? 15 ming probegda ekan. Kraska yo'qmi вообще? Xo'p, bitta 7 depoligi bor ekan, chiqollari zavod barlari bor ekan. 15 ming probegda. Kraskasi yo'qmi aka vashi? Tentka ruxsatlari ham bor deyaptilar. Benzinmi? Metanga ruxsat olib qo'yilgan ekan, mashina benzinda yurgan. Tentka ruxsati bor. Benzin, tentka ruxsati bor, metanga ruxsati bor. 25 ga 26 Samarqand shahrida mashinami aka? Shahar mashina. Narxini ayting. Narxini qaysizlik patentlaringiz kelsa arzonroq deb beramiz. 6900 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 6900 yana savdosi bor, kelishtirib beramiz. Nasiya varianti qanday bo'ladi? Kelishamiz, kelishilgan holda. Hujjat xohlagan, ha? Farqi yo'q, bo'y bo'ladi. 6900 yana savdosi bor ekan do'stlar. Menimcha zo'r variant. Telefon raqami ayting aka. 98 lik kod 210 21 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani kelib ko'rib, savdolashib bosaveramiz. Navbatdagi labomiz oq rangda 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Ko'rib chiqamiz, ha? 13 lik karmetal diska balon, 4 ta mягкий yangi balonlar taqib qo'yilgan. Orqalari tunuka qoplangan. Shumkalar bor. Kojin обшивка, elektron stiklopodъемlik, paragular koja, linoleum polik, rezin polik, chiqollarigacha taqib qo'yibdilar akamiz. Pult, Magic Card, Tesla monitorlari ham bor ekan. 52 ming probeg, rollarda ham chiqollari bor. Kataloglar ham kojin material. Aka, motor, korobka most? Motor, korobka, most. Hammasi cho'tki. Gazichi? Metan gazda ekan. 65 talik metan gaz. Hozirgi zamonda trendda deng, ha? Qisqasi olib minadigan joy. Narxiga kelsak, qayerda mashina ekan? Charxiniki. Samarqand Charxinni mashina narxi 7400 so'rayapmiz, savdosi bor ekan. 7400 so'rab turibmiz, yana savdosi bor. 7 larga o'ylab ko'ramizmi? Sal tepasida qo'ysa beraman. Bo'lmasa 7000 puli borlar telefon qilib kelsin, ha? Nima dedingiz? Qolganini gaplashib ko'ramiz. Gaplashamiz. Nasiyasini nima qilamiz aka? 1 oygacha kutaman. 1 oygacha yetmaganiga ham kutishda iloji bor. Hujjat xohlagani. Bo'ladi. Telefon raqami 77 lik 77 lik 138 138 80 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani kelib ko'rib, savdolashib bosaveramiz. Navbatdagi labomiz do'stlar 2024-yilda ishlab chiqarilgan, Damas'dan yasalgan Damas labo do'stlar, faqat o'zi ag'daruvchi, ya'ni ruschasiga samosval deyiladi. O'zi ag'daradigandan
Obunachlarimiz so'rayotgan edi. Mana shunaqasidan ham tushib qoldi. Sirazi obzor qilishga o'tdim. Buni akamiz qo'llari gul ekan, polni zavod qilib yasatdilar o'zlari uchun. Buni sotishga. Inolim polik, rezin polik chiqinlari yo'q ekan, barlari bor. 32 ming probegda. Bu yangi Damas'dan yasalgan sizda. Svej Damas'dan 24 Svejdan. Motor korobka mostda muammosi yo'qmi? Bunga tentka ruxsati ham bo'ladimi? Yo'q. Hamma narsaga ruxsati bor ekan. Gidronasos. Bu o'chgan payti ham ko'taraveradimi? Metan gaz. Tunukalar qoplangan. Xohlasangiz ag'darasiz, xohlamasangiz prostoyga haydab beraverasiz. Amalar usleni. Zo'r chiqibdi ekan. Balonlar zavod o'ziniki. Yangi holatda. Zapaskaga eng qiziq joy zapaskasiga ham joy topilibdi. Metan 2 ta ekan. Bitta 30 talik, bitta 65 talik ekan, ahamiyat bermoqman. Bu yoqdan. Benzin baklar Damas'niki. Aka bitta qaraverasizmi? Bitta qaraverasizmi? Moshin qayerdaki? Moshin qayerdaki deyman? Oqdaryo. Oqdaryoning moshini ekan. Bu qanchagacha garantiyasi bor buni ko'tarilishi, yuk tushirishi, tashishiga? O'zim ortganim 1 tonna 350 kilo bug'doy ortdimda. Ha, o'g'za ag'daradi ham, ha? O'g'dardi. Og'dardi. 1,5 tonnagacha javob berasiz. Bo'ldi. Bunisi narxiga kelsak bu mashinamiz. 7,5. 7500 dollar so'rab turibmiz, ya'ni kelishib ko'ramizmi? Ha, kelishamiz. 7 laga bo'lsa o'ylab ko'rsa bo'ladimi? Ha, bir 7000 puli borlar bir telefon qilib kelsa, bir dehqon odam bir maza qilsin deydi-ku. Kelash kerak. Kelsin qani bir gaplashib ko'ramiz. Hujjat xohlagani bo'ladimi? Generalni bera olasizmi? Generalni general berilmaymiz. Balonni ham o'zi bilan olib ketadi deydi-ku. General berilmaymiz. Qanchadir vaqtga bera olasizmi hech bo'lmasa? Bir 3 oylikmi, 4 oylikmi bir qilib olsa bo'ladi, ha? Bo'ldi. Generalnisi ham bir 3-4 oylik qilib olsa bo'ladi. Ungacha aformat qilib olasizlar, do'stlar. 7000 dollarlarga o'ylab ko'ramiz. Mana qilib chiqib olsak, o'g'ilchaga qilmoqchi edik. Aha. U Rossiyaga ketib qoldi. Endi egasi qolib ketdi mashina. Endi buni sotib kerak. Turgan mana foyda. Shunday. Boshqa odam minib baraka topsin, maza qilsin, ha? Ammo aybi yo'q. Ozroq yetmay qolib shunaqalar bo'lib qolsa nima? Voy, unchalik hech bir yemaydi. Aha. Motorlar zo'r, sharobga zatimiz hech aybi yo'q. Yeli ham egilib turib. Ozroq yetmay qolib shunaqalar bo'lib qolsa-chi? Beradi. Telefon raqam ayting. 99lik 99lik kod 288 288 1581. 1581 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani kelib ko'rib, savdolashib bosaveramiz, do'stlar. Navbatdagi labimiz tayyor labo 2018-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda. Kraskalariga kelsak aka. O'ziniki, ha? Bu necha yildan beri minasiz bo'lmasa? Bolaligidanmi yo'q? Yo'q. 4 yil. Bir oy bo'ldi olgani. Ha, nimaga sotyapmiz? Yangi olamiz. Xudo olsa. Balonlar qo'ydik, bakovoylar bo'yalmasdi, sandiqchalar yasattirdik. Anchagina xarajat qilib qo'ydik, endi yangiga harakat. Eshiklarni ochtirdik, ko'chada savdo qilamizda. Ha. Ana shuning uchun. Xo'p, 13lik karmetal diska balon, 4 ta myaxki yangi balonlar turibdi. Yonda sandiq qilibdilar, yondan ham eshik ham ochibdilar akamiz. Bakovoy, labovoy qilibdilar. Xo'p, zavod obshivkalarida paroglar toza, linoleum polik, rezin polik chiqolari. Uyda registratorlarigacha bor ekan. Probeg 319 ming probeg, tarpida yo'llarda chiqolari bu. Motor korobka moslariga kelsak. Yaxshi. Kamchilik yo'q, ha? Yaqinda kalsiyat qildirdik. Ha, kalsivatdan ham chiqdi. Metan gaz ekan, ha? Metani bor. Orqa yukxonamiz. Eshik 4 ta deng, ha? Orqadan ham, oldidan ham, yondan ham. Shu ko'chada savdo qilamiz shuning uchun. Aha. Hozirda hech qanday xarajati yo'qmi? Xarajati yo'q, tayyor bo'ldi. Mashina faqat bizlar yangi olamiz, shuning uchun sotyapmiz. Gen chiqadimi bunda? Ha? Generalniy davenniz chiqadimi? Men o'zim generali bilan yuribman. Bilmayman. Egasidan bir muomala qilib ko'rsa bersa kerak, ha? Bersa kerak. Harakat qilamiz berishiga deng. Xo'p, qayerda mashina aka? Pastarqam go'zal ketdi. Pastarg'om Go'zal kentda mashina ekan. Narxiga kelsak.
5,5 ming deyapmiz. Kelishib ko'rsak. $5500 so'rab turibdilar akamiz. Kelishib beradigan joyimiz bor. 5 dan pastga gaplashib ko'ramizmi? 5 ga bermadik. Ha, bozor 5 qildi. 5 ga ikkita odam so'rabdi, qarmashdi, bermadik. Bo'lmasa 5000 puli borlar bir telefon qilib kelsam, ko'nglingizga bir yo'l topsa, mo'j 5 larga, mo'j 5 ga nimadir qo'shib kelsa, ha? Bir nima ko'rsatib berishimiz mumkin. Hujjatini gaplashib olamiz. Jab emas. O'zini sotib olganmiz, yana xarajat qildik. Anchaginadan, ha? Bo'ldi, bo'lmasa telefon qilsin, faqat naqdgami yo yetmasa kutamizmi hozirroq? Yo'q, bizlar yangi olamiz, shuning uchun naqd. Naqdga. Telefon raqami ayting. 90lik 90lik kod 286 286 4276. 4276 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashina kelib ko'rib, savdolashib olasizlar do'stlar. Hujjatini ham gaplashib ko'ramiz debdilar akamiz. Aloqaga chiqamiz do'stlar. Navbatdagi labimiz oq rangda 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasiga kelsak aka. Kraskalari top-toza, 13lik karmetal diska balon, 4 ta mягкий, почти yangi holatdagi balonlar, tunuka rezin qoplangan. Shumka bor, kojani обшивка, parok toza, linolem polik, rezin polik chihollari bor ekan. Salonlari ham koja tortilgan. 97 ming yurgan, laboyda mana shunday bir qarich yorilgan joyi ham bor ekan. Aka, motor korobka mosti. Gap yo'q. Javob deblar hammasiga. Gazi metan ekan. Orqada. Aka, qayerda mashina ekan? Samarqand shahrida mashina. Narxiga kelsak. 6000. $6000 so'rab turibmiz, kelishamiz. Kelishamiz. 5,5 larga barakami? Bir narsa qo'shsa beraveramiz. Bo'lmasa 5,5 ming puli borlar telefon qilib kelsin, qolgan ustiga, ha? Mo'j ko'ngil 5,5 dan kamiga muomalasi yo'q qolsa shu 5,5 ga o'ylab ko'ramiz, ha? gap yo'q. Jem pen любой bo'ladi. Hujjat xohlagani bo'ladi. Telefon raqami ayting aka. 88 88lik kod 911 911 86 95. 8695 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani kelib ko'rib, savdolashib bo'lib do'stlar. Navbatdagi labimiz oq rangda 2024-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska. Kraskalari zavod. Paroglari hammi yo barogda? Parogda bor. 13lik yevro diskalar, 4 ta yaxshi holatdagi balonlar bor. Faqat parogda bor deblar akamiz. Zavod обшивка, laminat tortilgan, polik chihol zavod, rezin poligi bor. 70 ming yurgan, laboy, gerb bosilgan. Gerb laboylar bosilgan. Orqalar tunuka qoplangan, motor, korobka most. Javob bor. Gazi? Gaz metan. Metan gaz. Metanchilar davri keldi. Aka, mashina qayerdaki? O'sha katta qo'rg'on. Narxni ayting. Narxi 6800 deyapsiz, ozmon sunnatga o'tganamiz. 6800 balon emas, aka 25-26 dan shu narxga ko'rib kelyapman. Endi ko'rkilyapsiz-da, mashina farqi. Yo'q, 15 ming yurgan. 15 ming yurgan. Faqat ishtimasi yo'q. Ishtimasi yo'q. Ha, ishtimasi yo'q, buniki bor, tunik. 6800 so'rayapmiz aka, 24-70 ming yurgan. Bo'lishini ayting. Sotiladigan. 6600 so'rayapmiz. 300 larga. Yo'q, 6300 sal past. 6,5 ming. Siz nomingizga kelsa. 6,5 ming, yana kelsa ustiga gaplashib ko'raylik. 6500 ga narx tushirdik do'stlar. Yana kelib ustiga savdolashib ko'rasizlar. Sunnatiga yana nimadir xudo xolasa hech bo'lmasa yo'l kirasiga o'tib berasiz-ku. Hujjat qanday qilamiz? Hujjat любой hujjat bo'ladi. Любой hujjat bo'ladi. Telefon raqami ayting. 99lik 99lik kod 145 145 09 09 00. 00 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, mashinani kelib ko'rib, savdolashib bosaveramiz do'stlar. Tagi labimiz oq rangda 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska. Toza kraskasi. Kraskasi toza ekan. Ramachasiga Bitta qo'shib ko'ring, oqsoqol. Ramachalarga sepilgan, shipaklar kuygan joyi yo'q, yorilgan joyi yo'q. Metani 45 talik, 4 ta yumshoq miyavki 13 balon, yevro diska, Kalpaklar bilan, ha? kalpaklar bilan koreyskiy. Shumka bor, Mikil Xoron bor. Chunki oldi arqa qilingan. Xo'p. Zavod o'zining obshivkalarida linolem polik, evakor polik, chihol borlari bor. Probek halol. 143 ming probek halol o'ziniki deyaptilar. Motor korobka moslari qanday aka? Ularga javob. Javob bersangiz, ana shulariga javob bersangiz, ramaga javob bersangiz bo'ldi. Tunuka qoplangan.
Ramalariga sepilgan deyaptilar, atak shpaklovka degan joylari yo'q. Yorilgan svorga joyi yo'q. Metan bittami aka? Bitta 45 talik. Bitta 45 talik metan qo'yilgan ekan. Shu ham 150 kilometr yursa kerak. 140 125 ashna yuradi. 100 kilometr aniq. Ha, ana 100 km. Benzinda qanday aka? Benzinda. Benzinda ham oladi, faqat kulchata qo'yish kerak. Xo'p, qayerda mashina? Kattaqo'rg'on. Narxiga kelsak. 4,5 ga berganman. 4,5 ga qo'shib kelsinmi yo 4,5 puli borlardan telefon qilib kelsinmi? Yo'q, 4,5 ga berganman. 3 ta mijoz bor. Ha, 3 ta mijoz 4,5 so'rab turibdi. So'rab turibdi. Nimadir qo'shib kelsin ha? Ha, sizni obunachilaringizga bilasizki, aksiya qilib beraman sentyabr oyiga. Bo'ldi. Bu necha oy kutib beramiz aka, narxi o'zgarmaydigan varianti bo'lsa, ozroq yetmaganiga. Hozirroq yetmaganiga endi 2000-3000 puli boriga 2 oy 3 oy uzog'ida endi pul yengilki bo'ladi. Ha, narxi o'zgarmaydiganda. Ha, o'zgarmaydigani 1 oy kuta olaman. Ha, 3 oygacha kutib berasiz, narxi sal o'zgaradi, lekin 1 oygacha narxi Ha, o'zgarmaydi. o'zgarmaydi, o'zim narxida qoladi. 3,5 olib kelaversin, olib ketaversin bo'lmasa. Ketaversin. Qolganini 1 oyga qilib beraversin. Ha. Telefon raqam ayting. 94lik 94lik kod 203 203 43 43 63 63 telefon raqamlariga aloqaga chiqamiz. Endi 18 laboladan tortib to 25-26 gacha labon bor. 9 ta labo. Xohlagan telefon qilaversin, qilib beraman. ha, Variant. qisqasi telefon qilsin, labo kerak bo'lsa muammosi yo'q. Ha. Ha, endi kuz ham kelyapti demoqchiman. 1 oyga 2 oyga menimcha 10-15 millionni menimcha joyini solib olib kelib, mashina olib ketishadi. Olib ketaveradi. Bo'ldi, qiziqqanlar aloqaga chiqamiz do'stlar.